Toshkent yo'llari katta o'zgarishlar ostonasida. Har kuni poytaxtga 400 mingdan ortiq avtomobil kirib keladi. Qariyb 1 millionga yaqin kishi esa kun davomida shaharga kirib chiqadi. Bu esa tobora kuchayib borayotgan tirbandliklarning asosiy sabablaridan biri. Shuning uchun Toshkentga kirish va chiqishdagi postlar shahar tashqarisiga ko'chiriladi. Shuningdek, shahar tashqarisida yangi avtovokzallar, yengil va yuk mashinalar uchun avtoturargohlar va kempinglar quriladi. Ya'ni haydovchi mashinasida shahar chegarasigacha kelib, uni maxsus turargohda qoldiradi va keyin yo'lni jamoat transportida davom ettiradi. Bu esa poytaxt yo'llaridagi tirbandliklarni ancha kamaytiradi. Poytaxtda shuningdek avtobuslar uchun alohida yo'laklar BRT tizimi joriy etilmoqda. Loyiha 2025-2030 yillarga mo'ljallangan bo'lib, 51 kilometr uzunlikdagi 10 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi. Uning ilk namunasi Shota Rustaveli ko'chasida amalga oshirilib, aholi allaqachon qulayligini his qilgan. Endi shunday zamonaviy yo'laklar Amir Temur, Shahrisabz, Alisher Navoiy, Beruniy, Qoratosh, Ko'kcha darvoza kabi ko'chalarda ham quriladi. Qizig'i, bu yo'nalishlarning ko'p qismida avval tramvay qatnagan, endi esa ular zamonaviy avtobus tizimi sifatida qayta jonlantirilmoqda. Yangi tizim orqali avtobuslar harakatlanish intervallari 20 daqiqadan 8-10 daqiqagacha qisqarishi kutilmoqda. Loyiha qiymati $126 million. Natijada tirbandliklar kamayadi va jamoat transporti yanada qulay bo'ladi.